Prezident sovg'asini olgan Shodi bobo qanday qilib bu darajaga erishgani haqida gapirib berdi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 10-11 fevral kunlari Surxondaryo viloyatiga tashrifi davomida Angor tumanidagi Zangilanbog' qishlog'ida Shodi bobo Xushboqov xonadonida bo'lib, otaxon va u kishining umr yo'ldoshi Salomat momo bilan suhbatlashgan edi. Jurnalistlar Shodi bobo Xushboqov bilan suhbat uyushtirdi. Davlatimiz rahbarining uyimizga kelgani, dildan muloqot qilgani, hol-ahvol so'raganiga hali ham ishongim kelmaydi. Tavba deyman, shuncha ishdan ortib oddiy fuqarolar xonadoniga borish, u bilan gurung qilish, turmushi, sharoiti, uy fikrlari bilan qiziqish uchun odamlar qanchalar bag'ri keng bo'lishi kerak ekan deb o'ylayman-da, deydi Shodi bobo. Shodi bobo Xushboqov bu yil 84 yoshni qarshi oldi. Haliyam bardam, fikri teran, xotirasi mustahkam. Bolaligi 2-jahon urushi yillariga to'g'ri kelgan. Shodi bobo tengdoshlari qatori ne qiyinchilik u mashaqqatlarni boshidan o'tkazdi. O'spirinlik davrida urush asoratlarini qalban his etdi, ocharchilikni ko'rdi. Umr yo'ldoshi Salomat momo Rahimova bilan 8 o'g'il, 2 qizni tarbiyalab voyaga yetkazdi. O'g'illari qo'li gul usta, hunarmand bo'ldi. 30 dan ortiq nevara, 20 ga yaqin chevara qurshovida piri badavlat hayot kechirayotgan otaxon va onaxon bugungi osoyishta va obod hayotga shukronalar keltiradi. Shodi bobo Xushboqov farzandlari va nevaralariga ham dehqonchilik sirlarini obdan o'rgatib, ularga yerga mehr berish zarurligi, halol mehnat orqasidan ro'zg'or tebratish lozimligini uqtirgan. O'tgan yili otaxon tomorqada yetishtirilgan kartoshkadan 25 million so'mdan ortiq daromad olganini buning yaqqol tasdig'idir. Ayni paytda Shodi bobo tomorqasida ertangi kartoshka nishurmoqda. Tomorqa atrofidagi did bilan yong'oq, bodom, tut, o'rik kabi mevali daraxtlar ekilgan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomorqamizga qarab turib Surxondaryoni yaxshi bilaman, biroq unumdor, mo'l hosil olish uchun juda qulay deydilar, dedi Shodi bobo. Men u kishiga shu tomorqadan yiliga 3 marta hosil olishimni aytdim. Ertangi kartoshka ekamiz, uni bahorda yig'ib olib, pomidor ko'chati qadaymiz, poliz yetishtiramiz, o'zimiz yeymiz, ortiqchasini sotamiz dedim. Yaratilayotgan bunday sharoit, imkoniyat uchun minnatdorchilik bildirdim, duo qildim. Prezidentimiz uyimizdan qaytgach, bizga mamlakatimizda ishlab chiqarilgan Captiva mashinasini sovg'a qilib yubordilar. Ko'p yashasin, boshimiz ko'kka yetdi, ko'nglimiz tog'dek ko'tarildi. Bu kampir ikkovimizning umrimizda olgan eng ulug' sovg'a bo'ldi. Ha, o'zini bilgan odamga bunday ortiq e'tibor, bundan ortiq g'amxo'rlik bo'lmaydi-da. Bundan faxrlanaman. Oldingi tuzumda davlat rahbari oddiy qishloq uyga kirib, hol-ahvol so'raganmi? Mashina sovg'a qilishini aytmasa ham bo'ladi. Bugun bolalarim, nevara, chevaralarimning to'kin, baxtli hayot kechirayotganini ko'rib, beixtiyor bolaligimni, beshafqat ocharchilik yillarini eslayman. Halol mehnat yurtimizdagi mehr-oqibat, yoshu keksaga ko'rsatilayotgan hurmat e'tibordan suyunaman. Ilohim jannatmonand yurtimizda tinchlik, to'kin sovchilik, obodonlik abadiy bo'lsin.